Mani merimiyim qanaqa kutilmagani o'zidan o'zi bo'lib qoldi. Xosligi boshdan oxirigacha yetib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Mana bu dushim ertalabdan SMS yozib, uchta tayyor bo'lgan, oq ko'ynaklaringni kiyib olgan, kontent olamiz, vertolyotda uchib dedilar. Men, конечно, imuni oq ko'ynakda nimaga deb shubhalandim. Keyin ular menga, "Men ham kostyumim oq, bir-birimizga moslashamiz, oq kiysan" deb javob berdilar. Keyin men ham, конечно, vertolyot deganlardan keyin likkelab oq ko'ynaklarimni kiyib olib chiqib oldim. Keyin o'sha hech nimadan xabarim yo'q edi, chunki vertolyotda nima ham qilib bo'lardi, hech nima qilib bo'lmasdi. Bu qadrlarda meni ahvolimni ko'rishingiz mumkin. Hali vertolyot uchmasdan turib, уже men qo'rqishni boshlab chunki men umrim davomida na samolyotga, na chetga chiqqanman. Shunaqa vertolyotimiz ko'tarilgan sari men o'zimda yo'q xursandman. Imanbetda samolyot uchayotganini ham tutib olishga ulgurdim. Mana bu yerda reaksiyamni ko'rishingiz mumkin. Shaharlar, uylar, mashinalar va kichkina bo'lib qoldi mana. Vertolyotdan tushganimizdan keyin bizani xuddi shunaqa qip-qizil Mers mashina kutib oldi. Keyin qarasam, mana shunaqa joyga olib keldi. Kutib tursam, yonimga lenta olib kelib, ko'zimni boyladilar. Men shunda bildim, точно bu Merimili. Yo'g'ini o'zingizlar ko'rib olishingiz mumkin. Menga bu yerda kulib so'rayaptilar, menga turmushga chiqasanmi deb. Men, конечно, da dedim. Oxirgacha ko'rganingiz uchun rahmat.